Salom do'stlar. Sizlar bilan Dalasima va sizlar videolarimni ko'rib o'tgan bo'lsangiz, videolarga like bosing, kanalga obuna bo'lishni unutmang. Bundan da qiziqarli videolar hali oldinda o'tkazib yubormaslik uchun qo'ng'iroqchani bosib qo'yinglar. Bugungi videomizda bizga kerakmas bo'lgan futbolchilarni sotib boramiz. Xo'sh. Bonuslarni olib qo'ysak ham bo'laveradi. Meni bitta bonus. Demak, videomiz boshlandi do'stlar. Videoga like bosing. Bunaqa futbolchilar kelgan. Xo'sh. Fitnessga ko'proq satsak bo'laveradi. Jonathan Gray degan futbolchi. Bu futbolchi Lans o'ynaydiganga o'xshayapti. Qaysi klubda o'ynashini aytinglar. Dodo degan futbolchi. Ajoyib tezlanishlari, bo'yi pasagan, bizga kerak emas. Slager degan futbolchi. Pila Zabarayni. Menimcha pasajening yangi himoyachilardan biri bo'lsa kerak. U ham ajoyib statistikada, lekin bizga ko'p futbolchilar kerak emas. Shuning uchun sotib yuboramiz. Xo'sh. Biz ko'p futbolchilarni sotib bo'ldik. Hammasini. O'tadigan bo'lsak, bu yerda. Do'stlar, biz ko'p futbolchilarni sotib yubordik. Bu futbolchini sotmagan sabab bu Dallas 26 da chiqmaydi. Shuning uchun ko'ksu qoldi menda. Xo'sh, do'stlar, sariq agentlik futbolchilarni ham sotib yuborishimiz kerak edi. Bu ishni keyingi videolarimizda qilamiz. Men futbolchilarni hozir sotib yubormaydigan futbolchilarni tushiraman asosiy tarkibga. Sotib yuboradigan futbolchilarimni chiqarib tashlasam birinchi. Xo'sh do'stlar, mana shu 6 nafar futbolchi bizning akkauntimizda qoladi. Pedro Saka, Lisandro Martinez, Dumfries, Szoboszlai, Llorente, Luis Diaz, Tchouaméni kabi futbolchilarni sotib yuborishga biz majburmiz. Chunki bular bizning akkauntimizda kerak bo'lmaydi. Chunki bu futbolchilarni o'rniga kuchliroq futbolchilarni olamiz. Tchouaméni o'rniga Rodrini olamiz. Luis Diaz o'rniga Rafinha, Lamine Yamal, Dembele, Mbappe kabi futbolchilarni olishimiz mumkin. Albatta Sakalar Luis Diazning ham statistikasi yomon emas.
lekin bular bizning akkauntimizda zaxiraga o'tirib qoladi. Biz esa 11 talik futbolchilar olishimiz kerak, asosiy futbolchilarni. Bular esa bizning akkauntimizda kerak emas, afsuski. Bu himoyachilarning o'rniga esa Saliba, Gabriel, Van Dijk kabi futbolchilarni olishimiz mumkin. Florentin ham ajoyib sastikada, lekin bizga Ashraf Hakimi bor, bu yerda Arnold degan futbolchilar bor. Shuning uchun ularni sotib yuboramiz. Albatta, Xiaomi bilan nasni kuchaytirgan videoyim chiqaraman. Bular bizning akkauntimizga himoyablik bag'ishlab turadi. Meni do'stlar, Militao bilan sotib yuborma. Ronaldo Xonatni sotib yuborgim kelyapti-ku. Shunday futbolchilarni sotib yuborishim kelmayapti. Albatta ko'karib ketgan, shuning uchun sotib yuborgim kelmayapti. Militao 81lik kartasimikin. Shunga ikkilanib turibman, bitta kuchaytirgich tushgan ekan bunga. Shuni kommentariyada yozib ketinglar. Bu Eder Militaoning 82lik kartasimi yo 81likmi? Shuni aniqlashtira olmayapman men ham. Bitta kuchaytirgich tushgan ekan bunga. 82lik bo'lsa sotib yubormaymiz. 81lik bo'lsa sotib yuboramiz. Shu Chouaminida ham xuddi shunday, u ham hozir 81lik kartasida, u ham 82lik kartasida ekan bizning akkauntimizda. Unga ham bitta tushgan ekan kuchaytirgich, shuning uchun buni ham bilsangiz kommentariyada yozib ketinglar, aniqlik kiritaylik. Xo'p, bugungi videomiz yakunlandi. Keyingi videolarda mana bu yerdagi futbolchilarni sotib yuborgan videoni chiqaraman. Albatta bu videoni o'tkazib yubormaslik uchun qo'ng'iroqchani, obunani, like duosi boringlar. Rahmat hammalarga. Mana bu yerda cover bo'limida mana bunday futbolchilarni sotib yubordim. Sizlar ularni sotib yuborgan bo'larmidingiz? Sabrayinglarni. Videomiz tugadi. Keyingi videolarni kuting. Rahmat hammalarga.